Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim. Mana bugun har kungiday oddiy kun. Men hozir ishga keldim va sizlarga bitta video post murojaat qilmoqchiman. Bilasizlarmi, yaqinda men bir post qo'ygan edim. Aynan mana shu ko'zoynak to'g'risida nima ekan bu, qanaqa ekan bu deb ko'pchilik so'rashyapti. Va ayniqsa reklamami deb aytishyapti. Xuddi shunga o'xshash juda ko'p savollar tushdi va juda ko'pchilik haqiqatdan ham buni qayerdan olsak bo'ladi degan murojaatlar qildi. Mana shuning uchun men bir ozgina yana o'zim to'g'rimda aytib o'tmoqchiman, mana shu natija olganlarim to'g'risida. Masalan, mana shu ochkini taqqan paytimda har kun ertalab ko'chaga chiqqanimda ko'zim yoshlanadi. Shuni taqsam, o'sha yosh to'xtaydi. Hattoki burningizdan suv oqib, tumov belgilari kuzatilganda ham bu bittaga bitta qoldiradi-da. Shu darajada yaxshi, universal, juda zo'r narsa chiqib kelgan. Hozir men xohishim insonlar mana shunaqangi yangiliklar bor, shunaqangi rivojlangan, texnika rivojlangan davrida mana shunaqa yangiliklarni bilishlaringizni istardim. Shuning uchun ham men kontentlar qo'yib, bloglar qo'yib boryapman. Ayniqsa kimlardir maslahat olsa, kimlardir foydalansa, kimlardir sog'lom bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Shuning uchun men azizlar hammalaringizdan minnatdorman. Sizlar meni kuzatib boryapsizlar, kuzatishda davom eting, podpiska bo'ling va bemalol do'stlaringizga yuborishingiz mumkin.